Hammaga salom. Biz bugun dasturxon taxliymiz va ketdik. Qani boshladik. Yigirma ikkita dasturxon bo'lgani uchun tez taxlab tashladim. Videoni tezlashtirib. Biza dasturxon, keyin piyola, qoshiq, tarelka, choynak, qozon, o'choq, stul, shunaqa narsalarni ijaraga beramiz. Raqamlari mana shu videoni tagida yozib qoldiraman. Hozir aytib ham o'taman. 90lik 116 69 17 raqamlariga telefon qilsanglar, biza ko'tarib, sizlarga narx-navosini tanishtirib, hammasini tushuntirib aytib beramiz. Mana shu taxlayotgan dasturxonlarim hammasi tikilib, o'sha sotiladigan markazga olib borilib, sizlarga tarqatiladi va bu ijaraga beriladi. Bu yerdagi ovozlarga ahamiyat bermaysizlar, endi singlim bilan gaplashganmiz. Endi bularni olib kirib tashlab, o'rniga plissos olib chiqib, plissoslashni boshlab olamiz. Ana plissoslab tushib boshlaymiz va ginalimizni tozalay olamiz. Albatta like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammadan like va podpiska qo'ying. Keyin ko'rsatib qo'yaman. Mana bu qadar qo'ygan. O'shani hozir plissos qo'yaman. Albatta like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Chunki plissos qilib qo'yaman. Mana galarimiz paxtada bo'ldi. Hammaga. Kuzatganingizga uchun rahmat.